Agar menda 10 ming dollar bo'lganda, O'zbekistonda nima biznes yoki qayerga investitsiya qilgan bo'lardim? Men pulni bitta joyga emas, 3 ga bo'lgan bo'lardim. Birinchisi, real xizmat biznesi. Misol uchun, kichkina o'quv markaz yoki servis yokida B2B xizmat. Nega? Chunki O'zbekistonda bunga talab bor, bozor esa hali ochiq. Hamda bu bozorga kirib olish juda qimmat turmaydi. Ikkinchisi, tayyor ishlayotgan biznesga sheriklik. Ya'ni noldan emas, ishlab turgan, daromadi kelib turgan loyihaga qo'shilish. Investorlar ham buni yoqtirishadi. Risk kamroq bo'ladi. Uchinchisi, o'zimga investitsiya qilardim. Ya'ni marketing, sotuv, boshqaruv, HR, umuman olganda tizim qurish bo'yicha bilim olardim. Chunki 10 ming dollar qachondir tugaydi, lekin miyadagi ilm har doim sizga daromad olib keladi. 10 ming dollar bu boylik emas. Agar to'g'ri qaror qabul qilinsa, katta yo'lning boshlanishi. Agar siz ham biznesingiz uchun investitsiya olmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling hamda kommentda plus qoldiring.